B O bo. B O bo. Qo'shib. L A la. La. Bola. Unlilarga qizil bilan chizamiz. Endi undoshlarga ko'k. Ana endi kim menga aytadi? Bola so'zida nechta harf? 1, 2, 3, 4. Nechta harf bor ekan? 4. Endi tovushlarni sana. B, Ha. O, Ha. L, A. Nechta tovush ekan? 4. 4ta sanadingmi? 4ta tovush. Nechta unli? Undosh. 2ta unli, 2ta undosh. Barakalloh. Ayt. Bino so'zida nechta? Birinchi harflar sana. 1, 2, 3, 4. Nechta harf ekan? 4. 4ta harf. Endi tovushlarni qo'limizni ko'rsatib. Ha. Birinchisi I, B. B, I, N, O. Nechta tovush ekan? 4. 4ta tovush. Endi nechta unli, nechta undosh? 2 unli, Qaysilar unlilar? I bilan O. Ikkita unli, nechta undosh? 2 undosh. Ikkita unli, ikkita undosh. Barakalloh. Umuman nechta tovush, nechta harf? Birinchi harflarni sanaymiz. 1, 2, 3, 4, 5. Nechta harf ekan? 5 5ta. Endi tovushlarni sana. Ovozing chiqarib, qo'ling bilan ko'rsat. Qo'ling bilan ko'rsat mana. I, L, A, K. Nechta tovush ekan? 5 5ta tovush. Nechta unli? 2 unli, 2ta unli, 3 undosh. 3ta undosh. Barakalloh o'g'lim.